Oyijonlar, bolamni ko'ryapsizlarmi? Tili bilan qo'lini og'ziga tiqib olib yalashini aniq ko'ryaptimi? Qaranglar. Peshonasi, burni, mana qo'lini barmoqlari, mana bu tili. Sizlarni ham bir narsa o'ylantiradimi? Meni o'ylantiradi. Mana bolani tug'dinglar, yangi tug'ilgan bola qo'lini shunaqa og'ziga solib shu ishni qila oladimi? Yangi tug'ilgan mana bir haftalik chaqaloq yoki bir oylik chaqaloq shu ishni qila oladimi? Lekin onani qornida mana shunaqa miqillatib yotadi. Bolamni tekshiryapmanda, oyijonlar, ozgina gipoksiyasi bor miyasida. Mana o'zgarishlar, lekin bu xavfli emas deb baholadim. Sababi bu bolani emish harakatlari, qo'lini so'rish harakatlari bolani sog'lom ekanligini ko'rsatuvchi belgi. Shuning uchun onasiga aytdim, xavotir olmang, xudo xolasa hammasi joyida, qon suyultirib yursalar bo'ldi katta srok uchun.